Xo'p, mana endi sizlar bilan hozir tartibga soluvchi ishorlarni o'rganib chiqamiz. Buni tushunib olsak, deydi 250 ta savolning javobini topa olamiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Sizlarga men osonroq variantini tushuntirishga harakat qilaman. Endi boshladik mana. Tartibga soluvchi birinchi ishorasi bu uchtak bilan beriladi. Hamma ishorasi ham demak, uchtak bu haydovchilarning e'tiborini jalb qilish, shuningdek piyodalarning hammaning e'tiborini jalb qilib oldi. Mana bu birinchi ishorasi. Qo'llarni uzatdi yoki pastga tushirdi. Ma'nosi bir xil. Mana oldi taraf, orqa taraf harakat taxlanadi. To'xtadi mashinalar. Ikkita qo'lini uzatgan tarafdagi transportlar to'g'riga, o'ngga. Ikkita qo'lini uzatganlar ko'ramiz, to'g'riga, o'ngga. Oldi orqa qarab taxtlaymiz. Endi tramvayga bog'liq bo'lgan savolni o'rganib chiqamiz. Tramvaylar xuddi shu holatda qanday yuriladi? Mana qo'llar uzatildi. Ikkita qo'li uzatilgan tarafdan tramvaylar to'g'riga. Boshqa yoqqa burilmaydi tramvaylar. Mana bu qo'lidan kirdi, narigi qo'ldan chiqib ketyapti. Faqat to'g'riga yurishadi. Oldi orqasidagi tramvaylar harakat to'xtatiladi. Mana orqasiga to'xtatildi. Endi ikkinchi poложениyaga o'tamiz. Tartibga soluvchi o'ng qo'li bilan ishora beradi. Mana o'ng qo'lini qaysi tarafga uzatsa, o'sha tarafda turgan transportlar faqat o'ngga. Orqa taraf taxtlanyapti, qo'li bilan to'sgan taraf taxtlanyapti. Mana o'ng qo'lini uzatgan tarafdagilar o'ngga. Endi chap yelkaga o'tamiz. Chap yelkadagilar barcha yo'nalishga yurishga ruxsat beriladi. Qarang, o'ngga ham burilib ketdi. Orqaga, chapga ham ketyapti. Orqaga ham qaysi bo'ladi mana chapdagida. Endi tramvaylarni o'rganib chiqamiz. Tramvaylar bu qo'lidan kiradi, bu qo'lidan chiqadi. Demak, tramvaylar G yo'nalish bo'yicha yuradi. Mana qo'lini uzatgan tarafdagi tramvay o'ngga, chap yelkasidagi tramvay chapga. Mana bu yerda o'ng qo'lini uzatgan tarafdagi tramvay o'ngga, chap yelkasidagi tramvay chapga, orqasidagi harakat taxlanadi. Uchinchi ishorasi yo'l harakat qoidalarida ko'rsatilgan 42-bandi. Demak, to'xtashga ulgura olmaydiganlar o'tib ketishga ruxsat etiladi. Qolgan barcha transportchilar, shuningdek piyodalar harakat taxlanadi. Mana bu o'rganishning osonroq varianti.